Xotin tezlashtirgin. Yo, tezroq haydagin. Xo'p, mana. Ye. Yo'lda radarlar ko'p bo'lsa. Ey, eringga boz, tamom ishing bo'lmasin. Tezroq. Qizil svetofor? Ha? Qizil svetofor. To'xtash Qizil kerak. svetofor. Ha? Ey, eringga boz, tamom ishing bo'lmasin. Tezlashtir faqat, tezlashtir. Razvorot naryoda. Hozir razvorot qilib Yo'q, kelamiz. mana palasani bosaverasan. Bo'ldi, ishing bo'lmasin. Qayerga olgin, tamom. Eringga. Bo'ldi, xo'p, mayli. Dadasi odam peshxod, to'xtash kerak. Bos, eringga deyapman-ku. Bos. Xo'p, bo'ldi. Yo'lga qaragin, tez bos, ishonshyapmanmi? Dadasi radar. Ey, eringga bos, ishing bo'lmasin. Xo'p. Qanaqa odamsan? Tezlashtir. Hozir. Qatta qoldi ya. Xotin, menga bir 200 ming berib turgin. Hech ham buni iloji yo'q. Tur, zarurda hozir. Bugun iloji yo'q dadasi. Qolib ketibdi bulim. Bugun iloji yo'q. Nimaga? Bugun gapim bor. Gaping? Iloji yo'qmi? Yo'q, Aniq. aniq. Xo'p. Mashinani shundoq chetga oling-da. Mashina chetga oling. To'xtang. Xo'p. O'rtoq haydovchi. Familiyangiz nima edi? Familiyangizni aytavering. Siz hozir menga shtraf yozmoqchimisiz? Familiyangizni ayting dedim sizga. Xo'sh, Nazarova. Gulnoza. Xo'p, bitta svetofor, bitta chiziqni bosib, noto'g'ri qayrilish, xo'p, bitta piyodalarga yo'l bermadingiz. Tezlikda 70 yuradigan joyda 120 yurdingiz. Xo'p, 4 ta jarima. Mana. Xo'p, mana shu joyga o'zida qo'l qo'yib yorsangiz, ikkita joyga mana bu yerga. Allo, Dilafruz. Qalaysan, yaxshimisan? O'rtoq, bugun gap admin qil. Gap qachon? Qachon erim pensiyaga chiqsa? Bo'ldi. Qolgan qizlarga ham aytib qo'y. Rahmat. Mana shu yoqqa bitta qo'l qo'yib yuboring. Qo'l qo'yib yuboring. Bo'ling. O'rtoq haydovchi bo'ling. Mana bu yerga ham. Mana bu yerga ham, ha. Bo'ldi. Oq yo'l yashaytib oling. O'zim ketaman. Ering ayib bo'lsa ham yomon ekan.